Assalomu alaykum, hurmatli uloq ko'pkari ishqibozlari. Aziz do'stlar, yurtimizda yana bir quvonchli kun. Namangan viloyati Chortoq tumani Qorabog' fuqarolar yig'inida yashovchi Bahodirjon hoji otamiz hamda Hadiyaxon hoji onalarimizning farzandlari Rashidbek, Jamshidbek hamda ularning farzandlari Qobilbek, Xurshidbek, Ikromjon, Javohirbeklarning xatna to'ylari munosabati bilan uloq ko'pkarimiz belgilandi. Aziz do'stlar, ushbu yilning, ya'ni 2025-yilning 6-noyabr kuniga barchalaringni Namangan viloyati Chortoq tumani Uchsoy maydoniga chempionat uloq ko'pkarimizga taklif qilib qolamiz. Uloq ko'pkarimiz solimlari, tuyalar, qoylar, tanalar, qo'chqorlar, sarkalar hamda plazma televizor qimmatbaho solimlarga chopamiz. Yana bir bor Bahodirjon hoji akamizning xonadoniga barchalaringni taklif qilib qolamiz.